Yunus 4-chi bab. Yunus bu ishdan to'liq norozi bo'lib, nihoyatda ochiqlandi. Shunga u Parvardigorga mundaq dedi: "Ey Parvardigor, o'z yurtimda turgunimda sening shundaq qildiganligingni o'zimga etmaganmidim? Men sening intoyin mehribon va rahimdil Xudo ekanligingni bilatdim. Sen osonlikcha g'azablanmaysan. Mehr muhabbatga to'lg'ansan. Baloyi ofat keltirishdan yenib olganligingni bilatdim. Shunga İspaniyaga qochmaganmidim. Endi ey Parvardigor, jenimni olgin. Tirik yashig'inimdan o'lgunim yaxshi." Parvardigor uningga javoban: "Ochiqlanishing to'g'rimi?" dedi. Shuning bilan Yunus shaharning sirtiga chiqib, shaharning sharq tarafida o'ltirdi. U bir challa tikib, uning soyasida o'ltirib, Ninavi shaharda nima vaqa yuz berdiganligiga nazar soldi. Parvardigor Xudo Yunusni ko'ngil g'ashligidan qutuldirish uchun bir qapoq palkini undirib, Yunusning beshiga soyi bo'lsin deb, uning usti tarafiga yeyildirdi. Yunus bo'lsa qapoq palki uchun intoyin xush bo'ldi. Lekin atiganda Xudo o'zi bir qurtni avatdi. Bu qurt kelib qapoq palkini yeb, uni kesib qurtvatdi. Kun chiqqanda Xudo kun chiqish tarafdan issiq shamol chiqagan edi. Qiziq oftob Yunusning beshiga tushib, uni holidan ketkizdi. Shunga u o'limni tilab, tirik yashig'inimdan o'lgunim yaxshi dedi. Lekin Xudo uningdan: "Sening bu qapoq palki uchun ochiqlanishing to'g'rimi?" deb so'radi. "Ha, ochiqimda o'lgudek bo'lib qoldim" deb javob berdi Yunus. Parvardigor uningga: "Sen o'zing ya o'stirmay, ya uningga emgak singdirmay, bir kechida o'sib, ikkinchi kechisi yo'q bo'lib ketgan bir tüp qapoq palkiga shuncha iching og'rigan yada, men oq qorni paqlandirolmaydigan 120 ming odami va nurg'un hayvonlari bor Ninavidek cho'ng shaharga ich og'ritmay tura olamdim" dedi.